To'y bekalikdan moliyaviy erkin ayol, tadbirkor ayol bo'lishni xohlaydigan insonlar uchun men sizga 3 kunlik 23, 24, 25 aprelda bo'lib o'tadigan master klassimda qadamma-qadam formula bermoqchiman. Bu hammasi siz uchun bepul bo'ladi. Bundan tashqari siz nafaqat ilm olasiz, balkim aktiv qatnashgan o'quvchilarim 5 grammlik oltin quymalarni yutib olishlari mumkin yoki boshqa pul yutuqlarini ham. Izohlarda 3 ta birni qoldiring va men sizga havola jo'nataman. To'xtang. Mana shu videoni qo'yib yubormang. Mani orzuyimdagi inson O'zbekistonga kecha keldi. Bu Steve Forbes. Forbes jurnalining asoschilaridan biri. Bilasizmi nima dedi? Aytdiki, eng zo'r hozirgi dunyoda passiv daromad oladigan manba bu oltin. Oltin rekord darajaga chiqdi. Bir oyda sizga 20% passiv daromad manbasini olib kelyapti. Va bu ilmlarni agar siz o'rganishni xohlasangiz, 23, 24, 25 aprel kunlari men sizga bepul berishim mumkin. Qanaqa qilib deysizmi? Shu videoning tagida 111 raqamini qoldiring va men sizga havola jo'nataman. Havola orqali bemalol darslarga qo'shilsangiz bo'ladi.